keldi-yu. Tushmaganda bunaqa musibat bo'lmasdi-da. To'g'rimi? Lekin musulmonning odobini qarang. Shu 45 ta sahobani birortasini ati ismi zikr qilinmaydi. Hech kim bilmaydi kim ular. Nimaga? So'kardikda hozir. Falonchi ashular tushmaganda shu narsa bo'lmas derdingizda. Tarixda u odamlarning nomi o'chirilgan. Nima demoqchi bu bilan? Bir odamda aybini ko'rsangiz bekitib qo'ying degan. Hozir internetlarga chiqib ketayotgan TikToklari mana bu odam bu ishni nima bilan? Iso alayhissalom havoriylarga aytar ekan. Agar bir odamda avrati ochilib qolsa, nima qilasizlar desa, sekin yopib qo'yamiz. Ammo bir zamonlar keladi, u zamonda odamlari boshdan oxirigacha avratni ochadi. Kichkina ayb ishib qo'ysangiz, o'sha ayb kattayib ketadi. Kelgan joyimiz Uhud jang maydoni. Uhud tog'i. Aytsangiz bo'ladi. Uhudun yuhibbuna. Bu Uhud bizni yaxshi ko'radi. Biz ham seni Uhud yaxshi ko'ramiz desangiz bo'ladi. Ayta olasizmi? Ham yaxshi ko'ramiz. Ayting Uhudga qarab. Toqqa qarab, "Ey Uhud, biz seni yaxshi ko'ramiz" deng. Qiyomat kuni yuzimizga ko'rsatgin shu Uhudni deb Allohdan so'rasak bo'ladi. Endi borib shahid maydonlariga borib bir ziyorat qilaylik shahidlarni. Ko'rib qo'yamizmi yoki ketaveramiz? Yuringlar.